Kelganingizda to'g'ri Andijonga kelinglar oldin. Andijondagi Bog' Shamol degan joyi Bobur parkini o'ziga bir kun vaqtinglar ketadi kamida. Buning ichi hozir shunaqa zo'r rivojlanib ketganki, maza qilasizlar oilaviy kelsanglar, ichida qanotli daroga, ichidagi choyxonalar unaqani erkaklar faqat o'tiradigan joy emas. Erta oilaviy ayolinglar bilan kelib, bola chaqa bilan kelib, xohlagan ovqatinglarni zakaz qilib, maza qilib o'tirib ketsanglar bo'ladi. Bir hafta 10 kundan keyin Bog' Shamol hududini ichidagi shu Bobur parkida akva park tayyor bo'ladi. Bizning milliy qadriyatlarga suyangan holatda qilinyapti. Erkaklarga alohida joy, ayollarga bolalari bilan alohida joy. Yana bitta katta fishkasini aytaman, bu bog'i ichiga prezidentimizning qarori bilan, prezidentimizning buyrug'i bilan masjid qilib qo'yilgan. Kelib bemalol namozni ham shu yerda o'qisanglar bo'ladi. Kelsanglar betdagi juda ko'p gulli ekilgan 100 yil, 200 yillik daraxtlar saqlab qolingan, chinor daraxtlar, dub daraxtlar. Kelsanglar betdagi obstanovkani ko'rib, bir kunga emas, 2 kunga, 3 kunga ham qolib ketasizlar. Bugun hamma o'sha Bobur bog'ini, Bog' Shamoldagi окончательный точкamizni mana shu yerda qo'yibamiz. Mana shu yerda fishkasi sizlarga maslahat beraman. Kunduzi Andijonni aylanib, dam olib, hamma yoqni ko'ringlar-da. Kechqurunga mana Jumaboy akamga bitta osh zakaz qilsanglar devziradan, mana shunaqa vid bilan kechqurunga bitta osh damlab qo'yadilar. Albatta Andijonga kelinglar. Bunaqa vid bilmayman boshqa odam naverni topish juda ham qiyin bo'lsa kerak. Umuman o'z vodiydagi mehmondo'st xalqi dunyoda topish qiyin. Men shunaqa deb bilaman o'zim uchun. Bilasizlar, Jajrakim yomon joyi rekomendovat qilmaydi, yomon odamlarni rekomendovat qilmaydi. Kelinglar Andijonga albatta.